Qarindosh nikoh masalasi. O'zbekistonimizda juda ko'p qarindosh nikoh. Nima qilishimiz kerak? Bilmaymiz. Gapiramiz, ammo bu muammo katta. Albatta, hamma qarindosh nikohda bo'lganlarga tavsiya etamiz. Hozir tug'ilgan bolalaringiz sog'lom bo'lsa ham, lekin sizlarda xavf katta tug'ma va nasliy kasallikka. Shuning uchun ota-onalar sizlarga tavsiya qilamiz. Gen tekshiruvdan o'tinglar. Sizlar ota ham, ona ham nasliy kasalliklarni gen tashuvchilikka analizlarimiz bor. O'sha analiz orqali har bitta otani, onasini hamma genlarni tekshiriladi va patogenetik mutatsiyalar aniqlanadi. Agar o'sha patogen mutatsiyalar bir xil bo'lsa, o'shanda biz aytamiz, bu oilada mana shu kasallikka moyillik bor. Ya'ni keyingi bolasi shu kasallik bilan tug'ilishi mumkin. Va agarda siz shu muammoni bilsangiz, shu genni bilsangiz, qaysi genda mutatsiya, keyingi bola homiladorlik payti shu kasallikka bu bolani tekshirsa bo'ladi. Yoki eko bilan sog'lom embrionni tanlab ektirsa bo'ladi. Albatta, birinchi tavsiyamiz qarindosh nikoh bo'lmasligi kerak. 7000 nasliy kasallik bor, hammasiga tekshirib bo'lmaydi. Ammo uje bu bo'lgan qarindosh nikohlar bor, afsuskina, ularni bolalari bor va keyingi bolalar sog'lom bo'lishi uchun ota-ona kelinglar gen tashuvchilikka analizlarni topshiringlar.